Mening savolim shundaki, hech kim meni bu savol uchun hukm qilmasligini istardim. Biz qudratli Alloh bizning yaratuvchimiz ekanligiga ishonamiz va u xohlagan narsani yo'q qilishi mumkin. Shunday qilib, kimdir bu dunyoga istamay kelgan bo'lishi mumkin. U nima qila oladi dedingiz? U yo'q qilishi mumkin dedim. Yo'q qilishi mumkin deysizmi? Ha, u har qanday narsani yo'q qilishga qodir. Shunday qilib, bu odam oxiratda mukofotlanishni xohlamaydi, balki u mavjudlikdan yo'q qilinishni xohlaydi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Kechirasiz, lekin savolning oxirgi qismida nimani nazarda tutdingiz? Shunday odamlar borki, ular oxiratda mukofotlanishni xohlamaydilar. Jannatga yoki do'zaxga tushishni ham istamaydilar. Ular faqat yo'q bo'lib ketishni xohlaydilar. Shunday bo'lishi mumkinmi? Siz Alloh hamma narsani yo'q qila oladimi deb so'rayapsizmi? Ha, shunday bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi? Siz mendan Alloh hamma narsani yo'q qilishga qodir va kimdir jannatga tushishni xohlamaydi, balki u o'zini butunlay yo'q bo'lib ketishini xohlaydi. Shunday bo'lishi mumkinmi deb so'rayapsizmi? Masalan, ular unga sajda qilishni, ibodat qilishni, roza tutishni va boshqa diniy buyruqlarni bajarishni xohlamaydilar. Axir biz bu dunyoga o'z xohishimiz bilan kelmaymiz va men bu dunyoga kelishga rozi emas edim, yoki ehtimol kimdir bu dunyoga o'z xohishiga ko'ra bu dunyoga kelishga rozi emas edi. Shuning uchun ular yo'q qilinishini xohlashadi. Ular o'zlarini yo'q qilinishini xohlashadi demoqchimisiz? Ha, ular o'zlarini butunlay yo'q qilinishini xohlashadi demoqchimisiz? Ular jannat bilan mukofotlanishni xohlamaydilar. Birodarimiz shunday savol berdilar. Ayrim odamlar oxiratda mukofotlanishni xohlamaydi, balki u mavjudlikdan yo'q qilinishini xohlaydi. Bu shunday bo'lishi mumkinmi? Agar Alloh xohlasa, bu juda oson bo'lishi mumkin. Men aytmoqchimanki, ular jannatni ham, do'zaxni ham xohlamaydilar. Ular do'zaxga tushishni ham, jannatga tushishni ham xohlashmaydi. Birodarimizni aytishicha, jannatni ham, do'zaxni ham istamaydigan odamlar bor. Ular o'zlarini yo'q qilinishini xohlashadi. Bu shunday bo'lishi mumkinmi? Buni faqat qudratli Alloh hal qiladi. Siz va men yo'q qilinishimiz, jannatga kirishimiz yoki do'zaxga tushishimiz to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega emasmiz. Bu huquq faqat Allohga tegishli. Agar kimdir aytsa, men jahannamgayam, jannatgayam borishni xohlamayman desa, bu shuni anglatadiki, u do'zax bilan jannatga ishonadi. Ko'ryapsizmi, bu ikkilamchi hiyla nayrang. Ammo agar u istamasa nima bo'ladi? Birodar, siz savol berdingiz. Endi meni eshiting. Iltimos so'zimni bo'lmang. Siz savol berdingiz, men sizning savolingizni tushundim. Siz odam jannatga ham, do'zaxga ham borishni xohlamaydi degan savolni berdingiz. Demak, u odamlar jannatga va do'zaxga nima uchun borishni biladi. Agar u jahannam va jannat nima ekanligini bilsa va unga kirishni istamasa, unda u dunyodagi eng katta ahmoq hisoblanadi. Bu shuni anglatadiki, u jannatga ishonadi, lekin u yerga borishni xohlamaydi. Bunday odam katta ahmoq hisoblanadi. Bu bo'lishi mumkinmi? Ha. Agar inson Xudoning amrlarini qabul qilmasdan, mag'rurlik va o'jarlikni namoyon qiladigan bo'lsa, u jannatga kirmasligi mumkin. U bu dunyoda yomonlik qilishni tanlaydi va Alloh unga hidoyatni bermaydi. Shuning uchun u do'zaxga yuboriladi. Biroq kimdir jannatga, kimnidir do'zaxga borishini faqat qudratli Alloh hal qiladi. Shuning uchun, agar biror kishi jannatga ishonsa va u yerga borishga intilmasa, u dunyodagi eng katta ahmoq hisoblanadi. Agar kimdir jahannam nima ekanligini bilsa va kimdir jannatga ishonsa, u albatta jannatga borishni xohlaydi. Bu ikkilamchi hiylay nayrang deyiladi. Ba'zi odamlar o'zlarini juda aqlli deb bilishadi, lekin agar Alloh ularga hidoyatni bermaganida, ular to'g'ri yo'lni tanlay olmasdilar. Shunday qilib, kamtarlikni namoyon etish va Qur'onning ko'rsatmalariga amal qilish hamda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga amal qilishimiz kerak. Biz har doim yodda tutishimiz kerakki, bu dunyo bizni kelajakdagi hayotga tayyorlaydigan sinovdir. Inshaalloh hammamizga jannatga kirish nasib qilsin. Assalomu alaykum, aka-uka va opa-singillar, Hidoyat sari islomiy kanalimizni rivojlanishi uchun qo'llab-quvvatlang. Kimdir moliyaviy jihatdan, kimdir tarqatish bilan, kimdir like bilan qo'llab-quvvatlashi mumkin. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz tufayli siz odamlarni to'g'ridan-to'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun sabab bo'lasiz. Alloh taolo hammangizdan rozi bo'lsin.